Nikoh shartnomasi bu ishonchsizlik emas, balki huquqlaringizni himoya qilish demakdir. Nikoh shartnomasi bu er-xotin o'rtasidagi rasmiy kelishuv bo'lib, bu to'ydan oldin hamda to'ydan keyin ham tuzilishi mumkin. Nikoh shartnomasi O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 29 hamda 30-moddalari asosida rasmiylashtiriladi. Nikoh shartnomasi yozma shaklda tuziladi hamda u notarial tartibda tasdiqlanishi kerak. Bundan tashqari, nikoh shartnomasida quyidagilarni ko'rsatish mumkin. Oilada kim nima uchun javobgar? Ajralish paytida mol-mulkni taqsimlanishi. Er-xotin o'rtasida kimni nomida qanday mulk bor va ularning ulushi qanday? Bundan tashqari, kreditlarni kim to'lash haqida majburiyatlarni ham yozib o'tish mumkin. Bundan tashqari, quyidagi holatlar nikoh shartnomasida ko'rsatilmaydi. Ya'ni bular shaxsiy huquqlarni cheklash, qarindoshlari bilan ko'rishish, qandaydir ishga kirish yoki kirmaslikni taqiqlovchi holatlar hamda biror bir tarafni kamsituvchi holatlarni kiritish mumkin emas. Nikoh shartnomasini tuzish asosan kimlar uchun kerak? Birinchisi, katta biznes egalari. Bundan tashqari, katta aktivni boshqaruvchi shaxslar uchun juda kerakli. Ya'ni bu kelajakdagi kelib chiqish mumkin bo'lgan nizolarni, mojarolarni oldini olishga yordam beradi. Agar sizlarda nikoh shartnomasi bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa, bu savollaringizni izohlarda qoldiring.